Assalomu alaykum azizlar. Mizoj darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda biz balg'am mizoj hamda safron mizojni tahlil qilgan edik. Bugun esa 3-mizojni, ya'ni qon mizoj haqida gaplashamiz. Nimaga ayrim insonlar yuzi doim pushti, chiroyli, tirik, bunday qarasangiz tirikka o'xshaydi. Yoqimli, quvvati ko'p, odamlar bilan tez chiqishadi, harakatchan, optimist, kreativ, lekin shu insonlarda ishtaha kuchli, tez qizaradi, hissiyotga berilish bor va ba'zan bosim yoki qon qaynashi ham kuzatiladi. Bu sizga tanishmi? Ko'pchilik bu shunchaki quvnoq xarakter deb o'ylaydi, lekin haqiqatda buni ortida butun boshli biologik tizim yotadi. Qadimiy tipda Ibn Sino tabobatida bunday mizoj insonlarni qon mizoj deb atalgan. Qon mizoj insonlarda tabiati issiq va ho'l bo'ladi. Issiqlik ham bor ular tabiatida, ho'llik ham bor. Sizlar bilan doktor Gulbahor, albatta suhbatlarim yoqsa, yurakcha bosishni hamda yaqinlarga ulashni, shuningdek obuna bo'lishni unutmang. Chunki bunday foydali suhbatlar boshqalarga yetib borish uchun siz xizmat qilgan bo'lasiz va albatta bu menga motivatsiya beradi va yana ham ko'proq sizlarga ma'lumot yetkazishga harakat qilaman. Demak, boshladik qon mizoj insonlarda Ibn Sino tabobatidagi ta'rifini. Bu xil mizojdagi kishilar badanida go'sht va yog' qatlami xiyla yaxshigina rivojlangan bo'ladi. Haligi bir ertaga borib chiqib keldi dengizdan 41 pahlavon, ular terilgan rosa, boshliq Chernobil bobo, esimda yo'q, to'g'ri aytmadim. Ashunda shaq qaytib govdali kelishgan 40 ta haligi ritsarlar multfilmda terilib chiqadi-yu, xuddi o'sha insonlar aynan qon mizojga tegishli hisoblanadi. O'zlari tetik va baquvvat bo'ladi. Badan harorati ustunroq, terisi silliq, chiroyli, nurli, qizilga moyil, og'iz ta'mi shirin, terisi silliq, esnaydigan, uyqulari ham ko'proq bo'ladi. Aynan uyquda ular kunduzi turishi qiyinroq bo'ladi. Oyoq qo'llar osongina tortishib qoladi. Ularni tug'ma mizoj bilan fe'l atvori va ruhiy holatni biz baholasak, bu mizojdagi insonlar xushfe'l, ochiq chiroy, kreativ bo'ladi. Bunday qaraganda xotirjam ko'ringan bilan bular tashqi muhit faktorlarga zudlik bilan javob qaytaradi. Aql va fikrlash qobiliyati o'rtacha va eng asosiysi bilasizlarmi? Ular boshqalarni o'ziga jalb qilishga nihoyatda mohir hisoblanadi. Bular hali o'yin boshlovchilar, so'z boshlovchilar, qanaqadir oldi sottida ishtirok etuvchi insonlar bo'ladi. Juda ham gapga usta, bor shunday ishontirib yopishtirishib oladi. Endi alohida xususiyatlarga to'xtalamiz. Xulqi xushfe'l, tafakkuri o'rtacha, esda saqlash qobiliyati yuqori, taqlidchilik, ko'pirtirishga o'xshash xususiyatlarga juda ham ega. Masalan, bir gapni gapirsa, boru xuddi o'sha joyda turgandek gapiradi-da, boru shunchaki kimdandir eshitgan bo'lsa ham, eshitgan odamdan-da ko'pirtirib aytadi. Qiyofasi, badan tuzilishi ayir, og'riq semizligi o'rtacha, lekin ko'proq bu semizligi balg'am mizojda limfa shishi bilan, yog' qatlami bilan bo'lsa, bularda ko'proq mushak bilan bo'ladi. Yuzining shakli ko'rkam, qizg'ish, ko'zlar katta va nurli. Terisi bug'doy rang va qizg'ishlikka moyillik, chidamli, muloyim, silliq va yaltiroq. Nutqi tikilib turib bir maromda so'zlaydi. Qo'lni harakatlari bilan tana uyg'unlashgan, maqtovchi so'zlar ko'proq. Tiliga qaraganimizda tilning ustida qizg'ish karash bo'lib, og'iz ta'mi shiringa moyillik bo'ladi. Ya'ni bularni agar qon hilti ortib ketsa, shikoyati og'zimdan shirin ta'm kelyapti degan shikoyat bo'ladi. Oziq-ovqat, go'sht yeyishni yaxshi ko'radi, qorin to'ydirishga katta e'tibor beradi, ya'ni o'zlarini xafa qilmaydi. Xatlari yirik, baland qilib yozishadi. Yo'l yurishi asta yuradi, bir narsalar o'ylab yurishni yaxshi ko'radi va safdoshlari bilan osongina chiqishib ketadi. Muomala madaniyatiga kelsak, odamlar jalb qilishga juda mohir, ishontirish qobiliyati o'ta kuchli.
o'zida ijodiy qobiliyat yuqori bo'lmasa-da, taqlidchilik va boshqalardan foydalanadi va u orqali o'z muddaosiga yaxshigina yetishadi. Mustaqil fikr kamroq, boshqalarning g'oyasini tez o'zlashtirishga urinadi. Ularni ishni diqqat bilan zimdan kuzatib, keyin o'ziga kopiya oladi. Mustaqil fikri nisbatan kamroq. Uyqusi demak yaxshigina uxlaydi, esnashga moyil bo'ladi, ayniqsa qon hilti ko'payib ketganda va kunduz turish qiyinroq bo'ladi. Endi holati qanaqa bo'ladi? Biror voqea hodisaga yo'liqqan kishiga hamdardligi bir zumda namoyon bo'ladi. Agar qarshi tarafning ahvoli yaxshilansa, hamdardlik bir zumda yo'qoladi. Ko'ngilchan ko'rinadi, xotirjam ko'ringan bilan lekin ichki hissiyot to'lqinlanib turadi. Turmush odatlari turmushda batartib, hamma narsani o'z o'rniga qo'yishni yaxshi ko'radi. Muhabbati kuchli bo'lib, jinsiy qobiliyat aynan shu mizojda juda ham kuchli bo'ladi. Endi qanaqa kasalliklarga moyil? Buyrak, qon tomir kasalliklari, teri kasalliklari, suyak kasalliklari va qandli diabetga moyil bo'ladi. Demak, o'zini qanday ehtiyot qilish kerak? O'ta yog'li, kuchli ovqatlar ziyon qiladi. Va albatta meva-cheva va salatlarni ratsionda ko'paytirish kerak. Endi nima illati bor? Doim gumonda uncha ishonchsizlik nisbatan yuqori bo'ladi. Endi kasbkorda qaysi kasblarda bular muvaffaqiyatga erishadi? Huquqshunoslik, ommaviy munosabatlar, pul muomalasi boru dillerlik juda ham ustasi farang bo'ladi. Endi diqqat qiladigan taraflarimiz nima? Qiziqishlar nihoyatda ko'p va bu qiziqishlarni yetiltirishda harakatda. Undan bunga, bundan unga sakraydigan boru tuturuqsiz deydimi? Shunga moyillik bo'ladi. Tuturuqsizlik deyolmaymiz-ku, lekin bitta narsaga qiziqib, ikkinchisiga qiziqib, uchinchisi shunaqa ketaveradi-da ularda bor. Ularda xarakteri shunaqa, ya'ni mizoji shunga moyil bo'ladi. Endi ovqatlanishida ho'l issiq ovqatlar, masalan, qo'y go'shtidan dimlama, bosma, shashlik uzoq va ko'p iste'mol qilsa, osongina yurak qon tomir kasalligiga giriftor bo'ladi. Bu Ibn Sino tabobatidagi umumiy ta'rif edi. Endi biz zamonaviy meditsinaga bog'laymiz. Xo'p, zamonaviy meditsinada bu mizoj nimasi bilan farq qiladi va nima uchun degan savolga javob topamiz. Hujayra darajasida tahlil qilamiz. Birinchi energiya va kislorod. Qon mizojida organizm asosiy xususiyati to'qimalarda yaxshi perfuziya va kislorodni yaxshi yetkazib berilish bo'ladi. Natijada mikrosirkulyatsiya faol, kapillyar qon oqimi yaxshi, hujayraga ozuqa tez va yaxshi yetib boradi. Va bu ATF ishlab chiqarishni barqaror qiladi, energiyasi juda yaxshi bo'ladi va tiklanish tez bo'ladi. Tabiatan bular deb kasal bo'lib yotavermaydi. Optimist odam baqa yurib, kreativniy bo'lib ishini qilib ketaveradi. Endi ilmiy jihatdan olganimizda mitoxondriyalarda nima bo'ladi? Glyukoza, yog' kislotalari va kislorod bilan yaxshi ta'minlanadi. Shu sababli qon mizoj inson quvvatli, faol, tashqi ko'rinishdan tirkillagan ko'rinadi. Endi qon tomir tizimida nima o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi? Qon mizojining markazida qon aylanish tizimi turadi. Shuning uchun mizoj qon deyiladi. Endi fiziologiyada bu nima? Vazodilatatsiyaga moyil, ya'ni qon tomir tez kengayadi. Periferik qon oqimi yuqori. Periferik degan bu chekka qon oqimi. Masalan, shu chet qon oqimi, periferik qon oqimida xullas. Teriga qon kelish kuchli bo'ladi, shuning uchun qon mizoji odamda qarasangiz, pushtiga moyil, qizg'imtir ko'rinadi. Va natijada yuzning qizarishi, issiqlik hissi, tez terlash ko'proq uchraydi. Lekini bor. Qon aylanish faolligi ortiqcha bo'lsa, ya'ni kuchayib ketsa, endoteliga yuklama, yallig'lanish, oksidativ stress bo'lishi mumkin. Endi bu buzilgan qon mizojda. Azizlar, hozir biz sizlar bilan yuqoridagi darslarda faqat tug'ma, ya'ni tabiiy qon mizoj, tug'ma safro mizoj hamda tug'ma balg'am mizoj haqida gapiryapmiz. Ba'zilar aytayapti, mana Gulbahor opa, menda safroni belgilari ham bor, qonni belgilari ham bor, masalan, balg'amni belgilari ham bor. Men qanaqa mizojman deb. Azizlarim, men aytgan narsa 100% bo'lmaydi. Ko'proq foiz o'xshash bo'lishi mumkin. Tushundinglarmi? Bundan tashqari men tabiiy mizoj haqida gapiryapman. Buzilgan, ya'ni g'ayritabiiy mizoj emas.
Endi qon hiltida agar buzilgan mizojga o'tib qolsa, unda mana shu oksidativ stress, endoteliga yuklama, yallig'lanish bo'lishi mumkin. Metabolizm va insulin qon mizojida anabolizm tez ishlaydi, ya'ni yig'ib olish tez ishlaydi. Endi bu nimani anglatadi? Ovqat tez hazm bo'ladi, glukoz yaxshi o'zlashtiriladi, glikogen yaxshi to'planadi. Natijada energiya yaxshi, mushak hosil qilish oson bo'ladi. Lekin mizoj buzilib qolsa, ya'ni buzilishga moyil bo'lsa yoki buzilsa, ortiqcha kaloriya bo'lsa, lipogenez, ya'ni yog'ni yig'ib olish kuchayadi, xuddi balg'amga o'xshab, va visceral yog'ni oshiradi. Ya'ni qorin sohasida yoki badan biror soha. Umuman olganda yog' bosishga moyillik bo'ladi qon mizojda ham, agar ko'p kaloriya qabul qilsa. Natijada uzoq muddatda ortiqcha kaloriya qabul qilsa, chunki aytdim, ularda metabolizm tez, anabolizm tez. Insulin resistentnis metabolik sindrom rivojlanishi mumkin. Azizlar, bu xavfi tushunarli, ya'ni normada qon mizojda bunaqa bo'lmaydi, lekin shunga moyillik bo'ladi. Gormonal profilda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Qon mizojida anabolik gormonlar nisbatan faol. Insulin faol, ozuqani hujayraga kiritadi, energiya zaxirasi hosil qiladi. Ularda regeneratsiya kuchli, to'qima o'sish kuchli, testosteron estrogen balansi yuqori. Ular energiya yetishni, emotsionalni va jinsiy jihatdan kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham ularda yaxshi tiklanish, kuchli ishtaha va jismoniy faollik kuchli bo'ladi. Yog' to'qimasi va yallig'lanish. Qon mizojida yog' to'qimasi faqat zaxira emas, endokrin organ hisoblanadi. Agar ortiqcha ovqatlanish bo'lsa, leptin oshadi, insulin oshadi, yallig'lanish markazlari oshadi. Natijada past darajali yallig'lanish, qon quyuqlanishiga moyillik va qon tomirida yuklamalar paydo bo'ladi. Nerv tizimi qanaqa ishlaydi? Qon mizojida simpatik va parasimpatik balans nisbatan boshqa mizojlarga qaraganda balansda bo'ladi. Lekin baribir emotsional reaktivlik yuqori bo'ladi. Tez quvonish, tez xafa bo'lish ta'sirchalik. Safroga nisbatan balanslangan, lekin balg'amchalik, emotsional nima deydi? Emotsional turg'unlikka ega emasda, baribir bularda ham reaktivlik bor. Bu nima bilan bog'liq? Bu dopamin bilan, serotonin, noradrenalin bilan bog'liq hisoblanadi. Xo'p, organizmda suyuqlik va namlik. Qon mizojida nam va issiq tip hisoblanadi. Fiziologiyada to'qimalarni suv bilan ta'minlanishi yaxshi, qon hajmi yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun bahor kelsa qon mizoj insonlar doim hijama qildirib turish kerak, deyman. Endi shu yerda bir narsani aytib beray. Mana bir vodiyda qon mizoj bemorim bor-u, haqiqiy qon mizoj juda haligi shuna qaraganda qon mizojli ko'rinib turadi-da. Uni mana shu qon hilti ko'payib ketish narsa bilasan, betlar qizarib, yarib, chilklab oqib ketardi. Surtmagan dorisi qolmagan, bormagan joyi qolmagan, har narsa qilgan. Qo'qonda borganimda shu qo'qonlik bemorim 100 ga 10 ta 20 talab zuluk qo'yganman. Bor, shunaqa ko'p 10 ta 20 ta 30 ta 40 talab zuluk qo'yardim. Yarim litr ishonasizlar 100 dan qon oqizib turardim. Bu kimgadir g'alati tuyuladi, lekin juda ham kamdan kam holatda bo'ladi. Shu bemorimning yuzi shundan yaxshi bo'lganda, shunaqa minnatdorchilik bildiradi, haligacha keladi, iljirab ketadi. Hali yuz jonivor surtmagani qolmaydi. O'sha qon hiltini ko'payib ketish, qon hiltini qaynashi, o'zi mizoj qon, yana qon hiltini qaynash natijasida shunaqa kelardi. Shunaqa juda kamdan kam odamga 20 ta 40 talab zuluk yoki hijama qo'yaman, juda kamdan kam. Aynan o'sha bemorimga shunaqa qilardim. Hozir ham mana yoshi katta bo'lsa ham kelib, albatta bahor kuzda zuluk hijama ochlik kurslari qilib ketadi, yuzlari tiniq chiroyli bo'lib qolgan, bir minnatdorchilik bildiradi. Ko'ryapsizlar, mana masalan birorta vrach odamga men mana shunaqa qilyapman desam, bilasan, men sudga beradi. Bu o'ldirib qo'yasan deb. Va shu bemorga kelganda aytgandim, gemoglobin ferritinlar o'lchab, siz xavotir olmang, sizda shunaqa mizojingiz, qon oldirsangiz qoningiz ko'payadi deb. U ham ishonmagan bir kun kulib aytdi, "Vohan, qon oldirishimdan avval gemoglobinim 96 dedilar, 100 dedilar. Shu necha marta zuligingizdan keyin borsam 110, 120 mi bo'pti" deb. Mana ko'ryapsizlar, ularda o'zini xususiyati shunaqa-da. Xususiyati shunaqa, ya'ni ishlab chiqarish, agar chiqarib yorsak, g'ayritabiiy ko'pini yana qaytadan ishlab chiqaraveradi. Albatta bu yerda
qon mizoj insondan ko'p qon olish kerak degani emas. Men shunchaki bu yerda buzilgan qon mizoj, g'ayritabiiy qon mizoj ko'payib ketganda taktikamni aytdim xolos. Hammalar shunaqa qilinglar demoqchi emasman. Ya'ni o'sha bemorimda o'zi qon mizojida va qon xiltini buzilishi va nihoyatda ko'p ishlab chiqarilishi bo'lgan va shu yo'l bilan men davolaganman. Juda ham chiroyli, samarali natijaga erishganman. Xo'p, demak, ichaklar va mikrobiota qanaqa bo'ladi? Qon mizojida hazm faol, lekin ortiqcha ovqat fermentatsiya, disbioz, endotoksimiyaga sabab bo'ladi, ya'ni organizm zaharlanishiga. Natijada yallig'lanish, teri muammolari va metabolik buzilishlarga moyil bo'ladi. Endi bu mizojni qanday balans qilamiz? Asosiy maqsad energiyani o'chirish emas, balki uni nazorat qilish. Qon mizoj buzilgan mizojga o'tmasligi uchun me'yoriy ovqatlanish, muntazam harakat, stressni nazorat qilish, uyqu rejimi hamda tutish va chiqarishni doim nazoratga olish kerak. Ya'ni sittay zarur yani. Yakuniy xulosa qilsak, qon mizoj bu kuchli qon aylanish, yaxshi energiya, yuqori anabolizm, emotsional faollik. Lekin bu mizoj o'zgarsa, ya'ni buzilgan mizojga o'tib qolsa, bu yallig'lanishga moyillik, qandli diabet, yurak qon tomir kasalliklari, ateroskleroz ga moyillik hisoblanadi. Qon mizoj agar balansda bo'lsa, inson quvvatli, ijtimoiy faol, sog'lom bo'ladi. Agar balans buzilsa, tomir kasalligi, insulin resistentность, yallig'lanish muammolari paydo bo'ladi. Shuning uchun asosiy vazifa balansni saqlash, azizlarim. Azizlar, mana 3-mizoj haqida ham sizlarga imkon qadar keng, chiroyli, batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Albatta izohlarda yozinglar. Siz o'z mizojingizni topdingizmi? Yaqin atrofingizda, qandosh urug'ingizda, turmush o'rtog'inglar yoki kimdadir qon mizoji bormi? Bor bo'lsa, aytganlarim qancha foizi to'g'ri keldi? Va albatta keyingi savdo mizojini ham bilishni xohlaysizlarmi? Agar suhbatim manfaatli bo'lgan bo'lsa, izohda yozamiz. Shuningdek, yana nima mavzular haqida mendan ma'lumotlar kutishinglarni ham yozsanglar, keyingi suhbatlarni sizlarni talablaring, istaklaring asosida qilishga harakat qilaman. Azizlar, yana qaytarib aytaman, suhbatim yoqqan bo'lsa, like bosishni, sahifamga obuna bo'lishni, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Men sizlar bilan Xudo xolasa doktor Gulbahor, Zaytun Medtib klinikasini ayollar bo'limi rahbari hamda shifokori, preventiv va integrativ shifokor, xalq tabobati mutaxassisi, pediatr. Agar sizlarda sog'liq bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bemalol bizni Zaytun Medtib klinikamizga tashrif buyurishinglar va u yerda o'zingizlar uchun kerakli muolajalarni, tabiiy muolajalarni olishinglar. Zulik, hijom asalari kursi, oshlik kurslari, massaj, turmali matras, fitokedr bochka, ya'ni tabiiy limfa aylanishini yaxshilovchi muolajalarni qabul qilishinglar. Shuningdek, bizlarni Zaytun Medtib korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilgan biologik aktiv qo'shimchalarni xarid qilishingiz va o'z sog'lig'ingiz uchun bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Albatta, yana savol tug'iladi, Gulbahor opa, qayerda klinikangiz? Bizlarning klinika Sebzorda, Toshkent shahri Sebzorda joylashgan. Shundoq Sebzorda Rivera Makroni orqasida Sharshara kafesining yonida joylashgan Zaytun Medtib klinikamiz bor. Bemalol kelishinglar mumkin. Mabodo mahsulotlarimiz xarid qilmoqchi bo'lsanglar, birinchi etaj, birinchi xonada sotuv bo'limimizda bor. Shuningdek, O'zbekiston bo'yicha dastlabki eltib berish xizmatimiz bor. Buning uchun sizlar 93 587 4403 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz yoki Telegramda yozishingiz mumkin. Azizlar, sog' salomat bo'linglar. Hammalar yaxshi ko'raman. Aynan suhbat qilayotganda mana ob-havoni gumburni ko'ryapsizlarmi? Bu qaysi mizoj? Qaysi fasl? Azizlar, fasllarda ham mizoji bor. Qiziqarlimi? Mana bahor faslini mizoji bor. Yozni, kuzni, qishni. Aynan hozir guldiroq, momaqaldiroqlar ostida suhbat qilyapman va bu bahor faslini mizoji edi. Agar qiziq bo'lsa yozinglar, fasllar mizoji haqida ham inshaalloh
Agar qiziq bo'lsa, suhbat qilaman. Assalomu alaykum, keyingi suhbatlarda ko'rishguncha.